o'ttizinchi yil sarsa payshanba bozorida mana shu ho'kizlar demak ikkitasi birinchi va ikkinchisi 73 mingdan 5 kilo skidga mol boshiga taroziga baraka bo'ldi. Hozir ko'ramiz. Mana bu yoqdagisi 596 kilo kelgan. Bu ham 73 mingdan baraka bo'ldi. Demak 596 kilo jivoy vesga bu 5 skidga sotilgan. 5 skidga sotilgan. Hozir ularni vesini ko'ramiz, qani qanchadan keladi. Bu 596 kilo. Lekin skidga berilmaganiga arziydi bu. O'ta chiroyli boqilgan. Sotgan 73 mingdan 596 kilo taroziga savdo baraka bo'ldi. Ana bu ikkitasi hozir endi tarozi qilinadi. 73 mingdan bo'ldi. Hozir tarozisini ko'ramiz. 96. Skidga berilgan. 43 508 ming. 43 million 508 ming aylangan ekan hozir premyer dega uchun. Qancha keladi? Hozir kecha kunduz go'sht narxi 135 dan 40 gacha premyer bo'lyapti. Sarasiyada boshqa joyda bilmadim, yana viloyat tumanlarni. Hozir molni yechishyapti, olib boramiz. Mana kattani 70 dan so'raldi. 70 dan so'ralganda berilmagandi. Undan keyin savdosini ko'rganim yo'q. O'ta yirik lekin 170 da biz kerak bo'yi. Oyog'i o'tib qoldi buni. Qani? Birinchisi ketdi taroziga. Birinchisi ketdi. Videoni oxirigacha kuzatinglar. Buni 73 mingdan. Demak 5 kilo skidkasi bor. Hozir tarozini ko'ramiz qani. Nech kilo ekan aka bu? 420. Qanchadan bo'ldi baraka? Eshitishmadi. Mana bunisini ko'ramiz hozir. Necha? 631 kilo. 631 kilo 5 kilo skidkasi bor endi. Keyingisini ko'ramiz azal kel. 631 kilo keldi. Botirdan 73 mingdan. 631. Keyingisini ko'ramiz. Yellik bilan bo'ldimi? Yellik bilan go'sht farqi bor. 50 kilo Bunisi. Maskaramiz qani? Bu ikkinchisi. Bunga ham mol boshiga 5 kilo skidka. O'ta chiroyli boqilgan lekin. Egasi ham baraka topsin lekin. Qani ko'ramiz. Yerkan bo'yinni qaranglar. Chiqmadi mana endi. Demak. Kaç kilo? Ya qo'lingizni oling. 623 kilo. 5 kilo skidkasi. Befoyda turgan. 631 ga 623, 5 kilodan 10 kilo umumiy skidka ikkita molga
73 mingdan taroziga baraka bo'ldi. Olganam, sotgan ham baraka topsin. Do'stlar, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yinglar. Chorvaga qiziqadigan do'stlarga ulashinglar. Bozordagi kunlik narx-navoni bilishlik uchun obuna bo'lishni unutmanglar. Hammaga shunday mollarni boqishlik, sotishlik nasib qilsin. Olganam, sotganam baraka topsin.